Men Muhsinali va Saboxon Tohirovna birinchi Markaziy pop saylov okrugidan saylangan deputatman. O'zimga biriktirilgan Iftixor mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli 5-maktabgacha ta'lim muassasasini bugun o'rganishga keldik. Jarayoni davomida bir nechta maktabgacha ta'lim muassasalarida aylandik. Jumladan 67-maktabda ham bo'ldik. Bu yerga kirib kelganimizdan o'zi bog'chadagi obodonlashtirish ishlari, bog'chadagi tartib intizom, xonalarning issiqligi, ovqatlanish joylarining ozodaligi, hamma joylarda tartib intizomliligi menga juda ham yoqdi. Bu o'rganish davomida biz xonalarning isitish tizimi bilan tanishdik. Xonalar talabga javob beradi, issiq, sharoitlar yetarli. Oshxonalarga kirdik, oshxonalarda ham hamma sharoitlar bor. Ayniqsa menga yoqqan joyi o'sha joydagi kameralarni, kuzatuv kameralarini o'rnatganligi bo'ldi. O'sha narsa menga yoqdi. Bundan tashqari yana qozonxonani ko'rdik, o'txonalarni. Bolalarga hamma sharoitlar yetarli, ko'mir zaxiralari bor. Bolalar issiq xonalarda bemalol mashg'ulotlarda o'tib, ovqatlanib kelib ketyapti.